2020 ishlab chiqarilgan 23-yilda. Mashinani ko'ringlar, Gentra'n aka, yangi ekan, yuvilmaganda, salondan shuni uyga olib kelib turib, uyda uxlab qolgan mashina. Qarang sassenasini. Bismillahirrohmanirrohim. Yangi, hammaga nasib qilsin, like bo'lsa ekanlar, ishonaveringlar. Ikkinchi pozitsiya ABS konseri hamma yo'g'i boridan. Kraska toza 23 bespробег. Bespробег. Mashina chaqaloq olgan haqiqatda. Shuni tug'ilgani uyda qolgan. Bitta ko'rib baho berib qo'yinglar, like bosib videoni tarqatib qo'yinglar mana. Ko'ryapsizmi mana o'zi? Turganligi realniy bilinib turibdi. Sizlar ko'ryapsizmi o'rganib yo'lardi? Vashi absolyutni yangi ekan. Olasiz surib to'g'ri mo'kaga ketasiz. Mana. Zavod holat, zavod so'raganlar bormi? Zavod so'ragan podpischilarim bor. Mashinamiz benzin holatda 23 bespробег. Ikkinchi pozitsiya, narxi $13,500. Akam o'zi nomerini qoldiraman, srochno ovoring aka. Maza qilasiz. Yangi. Bu videomiz Gentra olaman pachkada yurgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar.